Hurmatli yurtdoshlar, mana yana bitta opamizni o'tkazdik, amallab urganchlik. Birinchi marta ketyapman deb 10 yildan beri qatnaydi, lekin bir nima ham bilmaydi. Bunaqa demang. Mana sog' bo'ling. Bemalol telefon berardim bolalarga. hurmatli yurtdoshlar. Managa pasajerimizni ham tomoshalarni chiqardik. Amal bemalol murojaat qilaverasizlar. Oxiri hammaga olib berib o'zi ham ketyapti. Sog' bo'ling. Hammaga taklif qildik, gruppada ham bor, yondirishadi hammasi. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Gruppadagizga ayting, qo'shib qo'yaversin odam. Mayli, rahmat. Bemalol murojaat qilaverasizlar, faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda. Qayta aytaveraman. Bog'langan holda bilet xarid qilasizlar, bog'langan holda kelaverasizlar. Xizmatdan. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa yana bitta og'amizni o'tkazdik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Og'a, mana bemalol murojaat qilaveringlar. Xudo xolasa mana shu yerdan kirasiz, ketdingiz. Bo'ldi, mana. Zelenoga, o'sha yerda. Mayli og'a. Oq yo'l, yaxshi aytib oling. Pasport, migratsiya kartani sog'ib oling. Mana shu yerdan to'g'ri ketaverasiz ichkariga. Rahmat katta. Mayli, yaxshi aytib oling. Sog' bo'ling. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilaverasizlar. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelaverasizlar. Xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamlar qilamiz. Og'a cheslar Hurmatli yurtdoshlar. Mana og'amizni o'tkazamiz. To'ra yo'ldan olgan. Sizga oq yo'l olgan. Mana shu yerdan kirib ketaverasiz. Mang. Eshit oling, sog' bo'ling. Er taraf kirib oling, yaxshi aytib oling. Ha, shu yerda. Bemalol. Yaxshimsizlar, tuzukmisiz? Charchib. Aydapangiz telefonda gaplashardingiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hamma kirdi chiqdiga zakaz qilardik size. O'tib olasizmi? Ha, men ishga ketyapman, nima singlim qoladi bu yerda. Bo'ldi. Aloqadamiz. Qalay, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ko'rib Telefon qilaverasizlar. Yaxshi aytib olinglar, oq yo'l, mayli, sog' bo'ling. Bemalol murojaat qilaverasizlar, faqat telefon raqamlarimiz orqali bog'langan holda bilet xarid qilasizlar.